Yana bir hikoyalardan biri Payg'ambar alayhisalomning davrlarida buni ham bir yosh bola Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Abdulloh bin Umar Hazrati Umarning o'g'illari. Payg'ambar alayhisalom vafot qilganlarida Abdulloh ibn Umar 13 yoshda bo'lgan. Yosh bola bo'lgan. 13 yosh tasavvur qilaylik. Bizning atrofimizda 13 yosh bola bor hozir. 13 yoshga qarangu Abdulloh ibn Umarni tasavvur qiling. Abdulloh ibn Umar bu ummatni ilm dengizlaridan bir dengizi bo'lgan. Buyuk sahobalar Abdulloh ibn Umarning oldiga kelib so'rab ketardi o'zini ma'lum bilmagan narsalarini. Shu Abdulloh ibn Umar hayotlik paytlarida Rasululloh alayhisalom Masjid-i Nabaviyda kichkinagina masjid. Mana shu bizning masjidimizdan ham kichkina bo'lgan Rasululloh alayhisalomning masjidlari. Mana shu hozirgi bizni turgan masjidimizdan ko'ra kichkinaroq joydagi Masjid-i Nabaviyda kelib yosh yigit masjidning bir burchagida uxlab qolar ekanlar ko'pincha. O'zlari aytadilarki, men ko'pincha masjidda uxlardim. O'sha uyqudan tursam, ertalab bo'lardi. Payg'ambar alayhisalomning sahobiy kiromlari kelib Rasululloh alayhisalomga kechasi ko'rgan tushlarini aytib berardi. Sahobiy kiromlar Payg'ambar alayhisalomga shunchalik yaqin bo'lganda, yaqin bo'lganligidan kechasi tush ko'radi, tushini kelib Payg'ambar alayhisalomga aytib beradi. Keyin Rasululloh alayhisalom ularning tushini ta'bir qilib beradilar. Mana shu nuqtada bir nabaviy sunnatni hammamiz eslab olishimiz kerak. Tush ko'rish bu insoniy tabiatni, insonga berilgan buyuk ne'matlardan biri. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, inqata'al wahyu va baqiyatil mubashshiratu ala va hiya ru'yal mu'min deganlar. Vahiy tugadi endi. Mendan keyin vahiy kelmaydi, tugadi, kesildi. Bundan keyin qoladigan narsalar al-mubashshirat, insonlarga bashorat beruvchi narsalargina qoldi. Ogoh bo'ling, u mu'min odamning ru'yosi dedilar. Demak, tush ko'rish mubashshir narsa bu. Bashorat beruvchi, xush xabar yetkazuvchi narsa bandaga nisbatan. Tushingizdagi bir xayrni, yaxshilikni ko'rsangiz, bilingki sizga Alloh taolo mubashshir bir tushni, bashorat beruvchi, xush xabar yetkazuvchi bir tushni sizga ko'rsatibdi. Sahobiy kiromlar ham tush ko'rardilar. Ko'rgan tushlarini Payg'ambar alayhisalom kelib aytib berishardi. Ana o'sha tushlarni kelib aytib berganini Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma masjidning bir chekkasida uxlab, uyg'onib turgan paytlarida sahobiy kiromlarning ertalab paytda kelib Rasulullohga tongda kelib tush aytishlarini, tushlarda ko'rgan ro'yolarni hikoya qilsalar, Rasululloh alayhisalom ularning ro'yosini ta'bir qilib berganlarini juda ko'p marta ko'rar ekanlar. Yana bir nuqta shu yerda, biz ham tush ko'ramiz. Hammamiz tush ko'ramiz. Siz agar tush ko'rsangiz, tushingizni solih odamga borib aytishingiz mana shu hadisdan sunnat bo'ladi. Duch kelgan odamga aytmang. Solih, olim, muttaqi, muxlis kishilarning oldiga borib, ularning huzurida tushingizni aytib, tushingizni ta'birini undan eshitib ketishingiz sunnat bo'ladi. Hayni tush ko'rdimda deb indamasdan ketmang. Birinchi bo'lib o'sha odamga borib ayting. O'shanda inshaalloh Rasululloh alayhisolatu vassalomning sunnatlariga muvofiq tush ko'rgan u tushining ta'birini qilgan bo'lasiz. 11 yosh, 12 yosh bo'lgan Abdulloh ibn Umar bu hikoyani egasi doim orzu qilardim. Men ham bir tush ko'rsam, tushimni Payg'ambar alayhisolatu vassalomga hikoya qilib bersam. Orzu, bola, kichkina bolaning orzusi. Ko'rib turibdi, katta-katta sahobalar kelib Payg'ambar alayhisolatu vassalomga hikoyasini aytib beradi. Rasululloh alayhisolatu vassalom ularning tushini eshitib, ta'bir qilib beradilar. Havas qilardi, orzu qilardi. Bir kun tush ko'rdim deydilar. Masjidda uxlab tush ko'rdim. Tushimda jahannamni ko'rdim. Xuddi quduning qopqog'i yopib qo'yilgandek usti yopib qo'yilgan ekan. Lahu qarnan, uning ikkita shoxi bor ekan, undan chiqib turgan joyi bor ekan.
Keyin bir farishta paydo bo'ldi-da, quduqning ustini yopdi va meni uzoqlashtirdi undan. Tushimda shuni ko'rdim. Uyg'ondim, payg'ambar alayhisalomga shu tushimni aytmoqchi bo'ldim. Lekin hayo, mendagi uyalishlik, yosh bola bo'lib turib payg'ambar alayhisalom oldilariga borib bu gapni aytishlikdan istihola qilishlik meni bu gapni Rasulullohga borib aytishdan to'sdi, man qildi. Ayta olmadim. To'g'ri opamning oldiga bordim. Payg'ambar alayhisalomning xonadonlarida zavjay mutahharalardan biri, Rasulullohning ayollaridan, Ummul Mu'minin onalarimizdan birlari Hafsa onamiz, Hazrati Umarning qizlari. Abdulloh ibn Umarning opasi. Opamning oldilariga borib, opajon, bugun tush ko'rdim. Tushimda shunaqa holat bo'ldi. Shuni payg'ambar alayhisolatu vassalomdan ta'birini so'rab bersangiz, iltimos dedim. Opam payg'ambar alayhisolatu vassalomdan meni tushimni ta'birini so'rab berdilar. Rasululloh alayhisolatu vassalom mening tushimni eshitib aytdilarki, mashhur Abdulloh ibn Umar haqida aytgan gaplari. Ni'mar rajulu Abdullohi law kana yusalli bil-layl dedilar. Kechasi turib namoz o'qisa, Abdulloh juda yaxshi odam edi-da. Agar kechasi turib namoz o'qiganda Abdulloh yaxshi odam edi dedilar. Yaxshi kishi edi dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom yomon tush ko'ribsan, juda rasvo bo'pti demadilar. Seni o'sha ko'rgan jahannamning qudug'idan, jahannamning tubidan qutqaradigan narsa kechaning namozi. Namoz o'qiysan, tusalli bil-layli wan-nasu niyam. Kechalari namoz o'qiysan, odamlar uxlab yotgan paytda. Bu insonni do'zaxdan qutqaruvchi eng asosiy sabablardan biri. Kichkina bolaga aytdilarki, shu Abdulloh kechasi turib namoz o'qisa juda yaxshi odamda u dedilar. Axloqi nabaviyni, payg'ambarona odobni qarangki, uni tushini ta'bir qilib beryaptilar. U bola bu. Bola endi hamma narsani ko'raveradi tushida. U nima bo'lardi endi? E'tibor berma, qo'yaver demadilar. Balki bu tush ko'ribdi-yu, yaxshi bo'pti, lekin kechasi turib namoz o'qiganida edi, juda yaxshi odam bo'lardi-da u dedilar. Demak, kichkina bolani gapini eshitish, hikoyasini eshitish payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bir sunnat ekan. Bugun biz o'rganayotgan Nabiy alayhisalomning yosh bolalarga nisbatan munosabatlari haqidagi suhbatimizda mana shu nuqtalarga, hozirgi biz aytib o'tgan tomonlarga alohida e'tibor qilishimiz kerakligi bilinish kerak. Hammamizda bolamiz bor. O'sha bolalarga agar payg'ambar alayhisalom o'zlari o'rgatgandek biz munosabat qilsak, muomala qilsak, keyin payg'ambar alayhisalom yetishtirgan sahobiy ikromlarga o'xshagan avlodlar bizning atrofimizda paydo bo'ladi. Biz o'zimiz Rasululloh alayhisalomga o'xshamasak, axloqimizni o'xshatmasak, yurish-turishimizni sunnatga muvofiq qilmasak, odobimizni payg'ambar alayhisalomning odoblari bilan ziynatlamasak-da, keyin bolalarimizdan yaxshi odam bo'lishini talab qilsak, urushga bormasdan shahid bo'lishni xohlaydigan odamga o'xshab qolamiz. Biz o'zimiz birinchi amalda qo'llashimiz kerak. Qo'llagandan keyin bizdan kutilgan, biz kutgan natija farzandlarimiz, nabiralarimiz, bizdan keyingi avlodlarimiz inshaalloh biz o'ylagandek bir yaxshi nasl, al-jaylul manshud, biz orzu qilgan avlod bo'lib yetishadi inshaalloh.